Shoir opa, turli tuman ekspertlarni kuzatamiz, hammasi kuch g'ayratga boy, energichni hisoblanadi. Ular energiya manbaini qayerdan oladi o'zi? Albatta, bu mavzu hammani qiziqtiradigan mavzu hisoblanadi. Sababi, energichni bo'lib yuradigan insonlar kun davomida kun tartibini o'z joyiga qo'yishi kerak. Birinchi bo'lib, jismoniy mashg'ulotlarni, ruhiy mashg'ulotlarni o'z vaqtida bajarish kerak. Vaqtida ovqatlanish kerak. Me'yoridan kam yoki me'yoridan ko'p ovqatlanish ham insonni energiyasini yoki kamaytirib yuboradi yoki oshiradi. Barcha ishlarni tartibga qo'yaman desangiz, g'iybatchi, tuhmatchi, har xil bir yomon negativ fikrlarni fikrlaydigan insonlardan nariroq yuring. Sababi nimada deysizmi? Albatta bularning sababi ular sizni yoningizda o'tirib, sizni energiya manbaingizni o'zlarini turli xil negativ fikrlari bilan so'rib oladilar va kun davomida siz bo'shashib, energiyadan pasayib, bironta bir ishingiz o'xshamasdan qoladi. Bu esa sizni energichni qilmaydi.